Ishoninglar, masla mashina 1 haftalik Cobalt 2026-yilda ishlab chiqarilgan, 200 kilometr yurgan. Kadr yo'q deysizlar. Mana sizlarga kadr akalar. Mashina polniy og'anagan holatda, sog' joyi yo'q. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Orqa krulosini ko'rib turibsizlar. Pachoq bo'y yotibdi. Ikkita eshigi myachinaga chiqadi. Oldi krulosini qaranglar, akalar, uzilib, yirtilib chiqib ketgan. Oldi kapotlari udar davomida ezilib ketgan akalar. Oldi mordasi xullas vashshe ta'mirsiz holatga kelib qolgan. Motor korobkasi butun chiqadi. Xudo xolasa, oldi krulosi, oldi eshik ochilganini hisobiga bukib qo'ygan. Oldi eshigi but-butun. Orqa eshigi pachoq bo'y yotibdi. Ramka joylari, orqa krulolari, orqa bagaj, stop, xullas mashinaning hamma joyi pachoq. Tomini ham ko'rsanglar bo'ladi. Lekin bir qarashda bu mashinaga daraxt tushgan deb o'ylaysizlar, yo'q, adashasizlar. Bu mashinamiz og'anagan. Tak, salon holatini ko'ramiz. Salon holatida airbaglari otgan, kojinli sidenali, xullas full pozitsiyasi ekan Cobaltni. Akalar eskicha Cobaltlarda bilsanglar, airbagi otmas edi. Ko'p videolarda ko'rsatganmiz, bularniki otar ekan. Xullas ko'rdinglar, mashina juda ham yangi, salafan, masla mashina, lekin og'anagan holatda. Egalari Buxoro viloyatidan bizga murojaat qildilar, Avtopachoq kanalimizga. Borib ko'rib sotib oldik. Xullas akalar butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa pachoq mashinalar olamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaveringlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.